mağlı bak erip ketinla. Ben şu gapni qısqılam qılıban. Bu yetgende bir gapni degandim. Uçaqda tek rasmi yığın bolmaganligi uchun bir qism qarindoshlar anglayolmadi. Ben bu gaplarni o'zimniki videosida desam bo'ladi, lekin hozir men programmani ko'rayotganlar bak ko'pkan. Menga ba'zi uchurlar keldi. Men Mishadan ko'ribdi endi. Ashta bu boshqa Mishada davog'im kelyapti. U nima desanglar, men aytgan degan gap. Xitoylar yallab olgan josuslarmi millatni suymayman deb turib gapirdi. Ben millatni suymayman deb turib. Şuna meniki bu aytgan degan gapim nima desanglar, sizning qalbingizning qandaqligi sizningki boshqalarga ko'ymaganligingiz bilan ifodalanmaydi deydi. Sizning qalbingizning qandaqligi boshqalarning sizga qanchalik kuydiganligi orqali ifodalanadi deydi. Şuna dünya Uyghur qurultayida xizmat qilayotgan qarindoshlar va atrofida xizmat qilayotgan qarindoshlar chuqur davomli meni boshqalar yaxshi ko'rayotgandi deb ma'ni o'lcham qilib turib ishlanglar. Sizlarni xalq yaxshi ko'rdi. Millat yaxshi ko'rdi. Bulutun vatandakilar uchun Dünya Uyghur qurultayi andagi chet el ish qilayotganlar ularniki nijot yo'lduzi. Har kuni talmurib yashaydi bular. Meni qutqizgan odam aytkilamu deb. Şuna bizdeki ölçümümüz şu buluş gerek. Bu meniki birinci deb qo'ydigan narsam. İkincisi bir Dolqun reisimiz biraz deb o'tib ketdi. Bu Dünya Uyghur qurultayi bir davlat organı emas. Davlatniki hokimiyati yoki boshqa o'rinlarda ishlaydigan odamlarda ikki narsa bor bo'ladi. Uning birisi alayda huquq, ikkinchisi mas'uliyat. Bu ikki narsa teng keladi. Buniki misali şirket. Şirkette sizin iş qilganchada siz ma'lum mas'uliyatlarni bir duman qilsan deb. Alayda huquqingiz nima? Maaş. Pul ishlaysiz edi. Agar mas'uliyatingizni ado qilmasangiz siz ishdan chiqib ketadi. Shuning bilan o nimadan mas'uliyatni qilib qolsiz, alayda huquqingizni qilib qolsiz, maaşni qilib qolsiz. Ma Dünya Uyghur qurultayidagi ommaviy tashkilotlarda ish qilganlar fidoilar bular. Bularda faqatlam mas'uliyatlar bor. Alayda huquq yo'q. Bekor ishlaydi amadan. Ashta bu boshqa bu shu bizningki Uyg'ur qarindoshlarning ichida dunyoning har qaysi joylaridagi mushtasni xato tushunib olib, bu Dünya Uyghur qurultayining odamlarga xuddi bir hukumat amaldorlariga akilgandek akilayotgan yoki ayiblayotgan mushtaslar intayin og'ir Uyg'urlarning ichida. Şuna bunda muamıqsa to'g'ri olmaydi. Bu ommaviy tashkilot davlat organlari emas. Bularning faqatla mas'uliyati va alayda huquqi yo'q. Ashta bu boshqa shunga bular ish qilsa, uni minnatdorlik bo'lishi kerak. Amaliyotda shu bizniki islom dinidagi eng intayin muhim bir omil boshqalarga qilgan ajrlariga minnatdorlik bildirish. O'zimizning bor narsaga minnatdor bo'lish, bor narsaga minnatdor bo'lish pek muhim bu. Ama bizim iş ahval intayin az. Üçüncü bir iş, üçüncüsü neyim bu desanlar, meniki aldılasıya deydiğim bütün çeteldeki Uyghur qarindoshlarga. Bizde özümüz bir narsani ügünüp, özümüzün terakki qildirish jihatidagi ahvol biz yaxshi emas. Kitap o'qib bu, mesela Xitoyni tushunish, dunyoni tushunish, dunyo qanday mangidi, buni tushunish. Mushjihatlarda men o'zim tirishdim bu. Üzerine yeterlik bilim var mı yok mu? Maaşını düşünmem mi, düşünmemem mi demeyi kılayım hangi kadar pek köp. Ben bu yerde teşvikat olarak bir yapım da yapayım. Hazır erken medyacılar köpek etti Uygurlar'da. Nahayeti Uygurlar'daki rolünü sundurduğun, iradesini boşalttığı müştak nesiller köpeği vardı da biraz. Ben bulalı paralaştım, bazıları paralaştım, ben telefon kıldım. Man demiş de kılsa, toktat mı dedim. Desem bu da fikir erkinliği. O bir xil fikrini anlamay, her xil fikrini anlamakka yaxshi deydi. Bu fikir erkinliği, başta teşkilatdagi erkinlik bundak narsalar. Siz Amerikada bir davlatni qurib olgandan keyin andagi qilgan ishlar bu. Lekin masalada Amerikaniki o'xshash xabarni Amerikada anglab beqib, agar Iroqqa borib olgan bo'lsangiz faqat o'xshamaydi bir-birisiga. O'xshash ishni Amerikada degan chaq bilan degan mazmun bilan Iroqda degan mazmun o'xshamaydi, hatto o'xshamaydi. Amerika kontrol qildi. Agar Xitoy tarixini bilgan bo'lsangiz, Gumsandanning tarixini.
ularniki tayangan ikki cho'ng quroli bor. Birincisi harbiy. Harbini intayin qattiq kontrol qiladi. Har qatim bir bosh sekretar chiqsa, harbini kontrol qilib oldi bular. Ikkinchisi tashviqot. Tashviqotni qat'iy bermaydi. Hech qanday vaqtda ojizlashtirib qo'ygan emas bular. İdeyani shapingda nima deydi? İdeya deydi, bu bak muhim bu. Uyg'urlar uchun biz hozir dunyodagi eng og'ir kun qolgan bir millat, boshqa nurg'un jihatda intayin ojiz. Bundaq ahvolda fikr harakatini talab qilmay, men millatni qaysi yetaklayman. Qarshi ishni qilsam, millatning irodasi kuchayadi. Qarshi ish qilsam, millat uchun ish qiladiganlar ko'payadi. Mojat o'ylash kerak. Fikir erkinligi deb, dashqonlarni chiqib so'zlatib, bu yolg'iz bir qism kishilarni qaymoqtirib qolmay, umumyuzlik hozir kishilarning irodasini bo'shatib, biz bir egri ahvol qilib qo'yapmiz. Masalan, bir misol dey. Bu nima desanglar, hozirgi yoshlar 20-30 yoshlarning ichida Uyg'urlikdan kechayotganlar ko'payib yotadi bo'lgan. Bu biz uchun intayin cho'ng baloyi ofat. Nimishqa? Mas cho'nglarning ichidagi jangilarning tugamasligi ularni saskindirib boradi bu narsa aytgan vaqtida. Shunga shu mediachi bo'lib, bunlar suhbat o'tkazib, mushal qilayotganlar bir o'ynab qo'ysanglar. O'qiba hamadan millatni suyman deydi, millatni uni abadman degandek buni boshqa baho berish kerak sirtiklar. Lekin ma'nosi bak muhim. Bizniki qilgan ishimiz bak og'ir. Shu manda ishlarga diqqat qilgan bo'lsak, ma'qul, rahmat.